obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Qo'qon mashina bozoridamiz. Changang so'raganlarga, Bongo so'raganlarimiz bo'lsa, zavodskoy propallisidan so'raganlar bo'lsa, undan tashqari har xilidan ko'rsatib o'tmoqda. Tentli, bortli hammasidan bor. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, yangi videolarni o'tkazib bormaysizlar. Iloji boricha yaxshilardan ko'rsatish harakatida bo'ldim. Kia Bongo bor. Hyundai Porterlar, bortli, tentli, xaladenli hammasidan bor akalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsanglar, yangi video o'tkazib bormaysizlar. И plus yana ham hammadan birinchi bu videolarni ko'rasizlar. Qaranglar, aziz obunachilar, 2025-yilda ishlab chiqarganlardan ham ko'rsatamiz. Hyundai Porterdi mana. 25 7000 kilometr yurgandingiz, ha? 7000 yurgan. 7000 yurgan. Propanmi bu? Propan. Zavodskoy, ha? Va ko'ylari ham qo'llanilgan ekan. Multirol. Konditsionerlari bor, avtomat korobka, roli qiziydi ekan. Sidina sovutadi ham ekanda. Ham isitadi, ham sovutadi. Orqasida joyi bor edi. Ko'ringlar, roli golovkasi. Falasa ko'radi ekan mana. Mana 25-6-oy. Uzunligini ko'rlik 285 ligidan 1 tonnalik sandiqlari bor. Propan 83,5 litrli propan baloni bor. Rezinkalari ham bor. Tuzimizlar, charchamayapsizlarmi aka? Mana. Mana. Aka, bu propanda qancha yuradi endi? Sinab ko'rdinglarmi? Sizlar o'zlaring olib kelasizlar, ha? Akamiz o'zlari olib keladi. 10 ta 15 ta atrofida uyda. 500 yurar. Rastamoshkadan o'tgan bu. Tayyor aka. Tayyor, rastamoshkadan o'tgan holatda. Xolasa Bongo, xolasa Kia hammasini topib beramiz, ha? Hammasidan topib beriladi mana. Bu motoriga, hozir Hyundai Porterda mana shu motoriga bemalol metan qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zini motoriga birga bir bo'lib tushaveradi metani ham aka. Xolasa boshqalari ham bor, to'g'rimi? Boshqa rangdagilar ham bor akalar. Qancha qilib beramiz aka? 30 ming o'tkazamiz. 30 deyapsiz, kami bor. Qancha qilishdi bozor? Bu endi hozir chiqdi. Birinchi bozor. Yaqinda olib chiqdingiz-a? Bu datchimi bu? Qaysi? Ya bu o'zi bor ekan-a, unda ham bor ekan. Hali chiroq datchigi bo'ladi, o'shami ekan deb. Xo'p, kelishtirib beradi, 30 dan tushib beraman deyapti. Bozor so'ragan yo'q hali, ha? Kelishtirib berasiz, telefon nomeringiz. 91lik 979 79 raqam chiqishaveradi. 93lik bilan shu kod. Tentga ruxsati bor, lekin tenti yo'q, ha? Tenti ham bor. Kelsa tentini ham qo'shib berasiz, ha? Bo'laveradi. Tak, Changang har doim 2014 deb yurardik, lekin mana 2020-yilda ishlab chiqarilgani ham bozorga chiqib qopti akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, bunga ham bir chiroyli qilib kelishilgan holatda sotiladi. Pulti ham bormi aka? Qancha yurgan mashina? 120 ming yurgan. Konditsionerlar bor, oynaklar elektriskiy. Monitor qo'yib qo'yilgan. И abezlari ham bor, ha? Abezi ham bor akalar. Ko'ringlar. Uzunligi 270 mi aka bu? 270 ga 50. Ha. Kraskalari toza mana. Kraska toza, o'shancha hech narsa qilinmagan. Mislar qoplab qo'yibsiz, ha? Tagida rezinkasi bo'lganmi? Ha, rezinkasi. Yo, tunkasi bo'lganmi? Rezinka. Rezinka bo'lgan olib qolgansiz, uni? Yo, qo'shib berasizmi? Zadimoz, korobka, motor hadolari yaxshimi? Zo'r, ha? Metanda qancha yuryapti? 200 mi? Ha, shu paytda. Nechtalik bu? 90 talik. Yana bu 90 talik atrofida. Birinchi bozor shekilli, ha? Chunki o'tgan bozor ko'rinmaganda bu mana. Motorda, korobkada muammo yo'q. 99 talik motor, ha? 98. 98 talik. Abezi bor deysiz-ku, ha? Pul sarflamaydi, ha? Nech pul qilishyapti bozor aka? Bozor 77. Siz qancha deyapsiz? 8600. 8600 so'rayapsiz, 7700 dollarga sotmadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Dokumentda muammo yo'q. Xohlasa generalda ham kelishib olaverasiz, ha? Telefon nomeringiz. 91lik 91lik 684 684 93 24. 93 24 raqam chiqishaveradi. Qayerda kedingiz buni? Rishton. Rishton qayerdan? Jalerni. Jaleridan. Bo'laveradi akalar mana. Qo'ng'iroq qilib kelsangiz bo'ladi. 1 tonna yozilgan, lekin 1,5 tonnagacha bosaveradi. Bo'ldi aka. Yili necha edi? 2008. Hyundai Porter so'raganlarga. Muzikasini o'chirib qo'ysak, ha? 2008-yilda ishlab chiqarilgan, metallari bor.
Balonlarni ko'rsa, yaxshi holatda turibdi metani. Undan tashqari tunkalari ham qoplanganidan. Aka, bu kosmetika bo'lganmi? Kosmetika bo'lgan, ha? Qancha yurgan mashina? 465 ming. Eski motorda. Hozir qana motorda? Starex motor. Konditsionerlari bor. Starex motor qo'yilgan. Yangi motorda 3000 km yurdi xolos. Bo'lardi. Yangi motorda 3000 km yurib turgan xolos. Temir metallari bor. Balonlari yaxshi rasxod qilmaydi. Tentga ruxsati bor, ha? Bo'lardi. Tentga ham ruxsati bor. Mana. Ko'rinishlari. Ramalari butun. Zadimoslar yaxshi. Hoji aka, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qandaysiz? Bo'lyaptimi? Ha, rahmat. Sekin. Mana. O'tibanda aka. Ko'rinishlar. Temir metanni aytdik. Metanda qancha yuryapti aka bu? 300 km yuradi. Bu 80 talikmi? Mana 100 talikmi mana? 80 talik bu. Tak, narxi 11 ming kabi bor. 11 ming dollar. 2008 11 ming dollar. Hech qanaqa rasxod yo'q, kamchiligi yo'q. Yangi motor qo'yib qo'yilgan, ha? Narxidan tushib beriladi. Qancha qilishdi o'zi bozor? Bozorda 10200 ga beraman. 10200 dollarga sotmadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Generalni qilib berasiz. Telefon nomer 77lik 165 64 raqam chiqishaveradi. Bo'lardi. Qayerda kiydi bu? Yozyovondiki, ha? Bu nomer 75 generalni bo'laveradimi? Generalni ham bo'laveradi ekan akalar mana. Mashina holati yaxshi, tayyor qilib qo'yilgan manasi faqat. Mana. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter akalar, metallar bor, listlari qoplangan, balonlari yaxshi holatda turibdi. Kosmetika bo'lmaganmi? Bo'lmagan, ha, o'zini radno holatida akalar mana. Generalni ham kelishaverasiz bunga? Generalni ham kelishaveraman deyapti mana. 14 belgisida ham 14 akalar, hattoki mana. Chexollari, orqasida joyi bor, konditsionerlari bor, suvdatchiklari bor. Motor 33 ha? 33 talik motorda akalar mana. Yangi mana bunaqa chexollar terlatmaydigan chexollardan qoplab qo'yilgan akalar. Mana. Tunkalari qoplangan. Bu koreyskiya metani bor. Mana balonlar ko'ryapsizlar. 13 balonlar taqib qo'yilgan. Mana zapaskasi ikkitan resor qo'shtirib qo'yilgan. Mana. Ko'ringlar. Bu yo'q, rasxod yo'q. Mini do'konidan. Tentga ruxsat bor, tent taqib yuraverasizlar akalar. Temir metalni so'radilar, mana temir metallisidan. Balonlarni ko'ryapsizlar ekan, ramalari butun. Ikkita zapaskasi bor. Korobka, motor, ходовойлari yaxshi. Motorni qanaqa deysiz aka? 33 talik. Yangi qo'yganmisiz? Yo o'zinikimi? Ochilmagan motor. Ochilmaganmi motor? Nech pul qilib berasiz aka? 14,5 so'rayapsiz. Yili 14. Narxi 14,5. Aka nech pul qilishdi bozorda? So'rayapti, keyin so'rashaveradi. Yaqinroq aytgani. 13,5 qilishdi. 13,5 ko'rdi. Naq pulga bermaymiz. Naq pulga beramiz. Beramizmi? Naqa sotamizmi? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 88lik 017 1986. Mashina hol 91lik ham bor. 145 68. Mashina holatini ham ko'ringlar akalar. Mana holati ham razatik turibdi. Bu og'ir mehnat ham qilinmagan shekilli bunda aka. Probeglarni tekshirtirib bo'laveradi. O'zini yurgan, ha? Bo'laveradi. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqargan Bongo so'raganlarga mana 1 tonnalik Kia Bongo ham bor, metallari bor edi. Ko'ringlar, balonlarni ham yaxshi holatda turibdi. Bu zavodskoy propan, ham propani bor, ham metani bor. Chunki o'zini motorga birga bir bo'lib tushaveradi. Tak, mana belgisida ham 14 ekan. Ro'ligilovkalar bor, chexollar, orqada joy, bar, konditsioner, rol qiziydi, bakoy qiziydi, sidinasi 2 bakoy ham qiziydi ekan, malades. Endi qishki kunida kerak bo'lgan narsalarda ular, ha? Mana uzunligi 285 ligidan 1 tonnalik, nechtalik metan? 85 talik. 13 balonmi bu? 13 balon taqilgan, bitta resor qo'shtiribsiz, ha? Ramaz butun ekan, svarka tekkan joyi yo'q. Zadimoslari yaxshimi? Yo'q. Zadimoslari yaxshi. Tentga ruxsati bor, tent yo'q, ha? Qo'shib berasizmi? Yo'q. Nima yo'q deng? Mana. Tenti o'zi yo'q-da akalar, o'shancha. Mana zavodskoy 83,5 litrli propan baloni bor akalar. Xolasangiz 600 km mana shunda yursangiz ham bo'ladi. Qo'shimcha 700-800 km bemalol yuradi. Metan bilan aka? Mana.
Endi bir yoqqa chiqsangiz ham sizga qaysi bir udobniy bo'lsa, metan udobniy bo'lsa, metan, propan bo'lsa, propan. Bitta metani bor ekan o tarafda. Qancha qilib berasiz? 4,5 deyapmiz. 17,5 deyapmiz. Orada nima bor? Ha, nima bor ekan? 17 Ha, 17,5 ming dollar so'rayapsiz. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? O'rtatanlar 15,700 qilishdi. 15,700 ko'rgan narx akalar qo'shilsa sotiladi. Dokumentlari bilan muammo bo'lmaydi. Generalni bo'lsa, generalni o'tkazib olaman desa, o'tkazib olaveradi, ha. Qayerda kuydi mashinamiz? Shahrixonniki. Bo'ldi akalar, mana ma'qul kelib qolsa, bongo so'raganlar bo'lsa 1 tonnalik bongo olaman deb ko'pchilik izlaydi. Mana bongolar ham bor akalar. Bular ko'p chiqmaydi, har zamonda bir chiqadi, chunki buni hamma ishlatadi. Xo'p, telefon nomer 99 talik 499 48 raqam chiqishiradi. Hozir siz generalni ham beraveraman deyapsiz, o'tkazib ham olaveradi deyapsiz, har taraflama. O'zi Anjonniki ekan-da. Hozir bu avariya bo'lib kaltagan joylar bormi? Yo'q, toza. Kosmetika bo'lgan bo'ldi hozir. Tak, 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana yana bitta Kia Bongo'miz bor. 1 tonnaligidan texnik ruxsati bor, metani borlardan akalar ko'rsatib o'tamiz. Teng bo'lib akalar bort uzunidan aka 315ligidan, orqasida joy yo'g'idan akalar. Mana 13 deysiz, ha? Ha, belgisida ham 13 ekan, chexollari, bardislarimi, konditsioner dislar hamma yo'g'i bor. Sensormi bu, datchikmi? Datchik, ha, video registratori bor ekan. Mana. Motorchi aka. Ha, Starix motor qo'yilgan. O'zi 13 bo'lsa 33 talik motor bo'ladi. Starix qo'yilgan. 100 talikda ikkita? Bitta 65 talik. Ha, 3 tami? Ikkita 100 talik, bitta 65 talik bor. Qancha yuradi bir? 700 yurami? 600 atrofida yuradi. Ham baland akalar, balandligi ham. Tepasiga nima qilib turib, nima bo'lgan aka bu oldin? Tepasiga qo'yib nima qilingan? Zapaskasi. Bitta ham bir narsa bo'lgan ekan-a? Propani bo'lgan oldin, ha? Parapani bor, tunkalar qoplangan. Tayyor chorvada ishlatsangiz ham bo'ladi akalar, mana. Orqa dugalarigacha qo'yilgan. Bu nima bu? 100 deyman, 10 Toshkent. Propiska Toshkentda. Ha, generalniy bo'laveradi. Dokumentda muammo yo'q, ha? Dokumentda muammo yo'q. Metani bor mana bu yoqda ham. 200 talik, o'rtada 65 talik metani bor ekan. 600 atrofida plus minus bo'lib yuraveradi. Motor, korobka, hadovoy, zadimoz joyida ekan. Nech pul qilib berasiz? 13 yili 14,5 ming kami bor. Nech pul qilishdi? 12 ming orqadagilar, ha? Berganingiz yo'q. Ustiga yursa sotiladi. 13 mingga qo'shilsa sotaman. 13 ga qo'shilsa sotiladi ekan akalar. Mana o'zingiz uchun bir qator ko'rib o'rasizlar. Siz Klassika, plastika hamma yo'q to'g'ri. dehqonchilik mashina. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 742 742 1986. 1986 raqamiga telefon qilaverasizlar akalar. Tak, birinchi bozormi? Qayerdaki bu? Oltiariq. 2009-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Hyundai Porter so'raganlarga furgonli variantidan ko'rsatib boramiz. Ma'qul kelib qolsa chiqaverasizlar. Kraska bir tegizmagan ekan, ha? Kosmetika ishi bor ekan. Endi kosmetikasini qilib olaman desangiz, dehqonchilik mashina. Dehqon odamdan ekan akalar. Motorchi aka. Motor Starix qo'yib qo'yilgan. Mana. Shak. Kosmetika ishi bor ekan bo'ldi. Tak, orqasida joy yo'li hisobiga uzunidan, ya'ni 315ligidan akalar. Chexollar qilib qo'yilgan. Video registrator, radari bor ekan. Qoladi ular ham. Avtonomikasi ham bor, ha. Xolasangiz bu yoqdan ham yuk yuklasangiz bo'ladi. Balandligi qancha buni aka? 170. Metan nechtalik? 3 ta metani bor. 65, 80 talikdanmi? 245 talik ular hammasi. O'pshi, ha? 245 talik bo'ladi ekan. Ko'ringlar. Bunaqa ustanovkalari ham bor. Ko'ringlar. Bu konteyner polmi aka bu tagida? Ha. Konteyner poli. Ham baland akalar, ham uzun. Bu tarafiga ham, bu tarafiga ham uzun metani bor. 3 ta metani bor. Nimalari? Ramalari butun. To'g'rimi? 12 balonlar qo'yilgan ekan. Motor Starix. Propan qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Tak. Lekin ruxsat yo'q. Suv datchiklarigacha bor. 547 ming eski motorda yurganmi shunda? Ha. Bir yil bo'ldi. Nech pul qilib berasiz aka? 10 ming baho aytyapmiz. Shunga ham bo'lgan ekan, ha? Ukasi bo'lgan. 10 ming so'rayapsiz. Kami bor. 8 mi deyli? 9. 10 ming dollar kami bor, kelishtirib beraman deyapti. Telefon qilaverasizlar. Qancha atrof chiqsin aka? Olinglar odam. Bugun bozor narx qildimi? So'radimi? Yo'q hali. 10 ming biz 9 ga berasizmi? 9 atrofida.
Kelishmaysan. Kelaversin, kelishamiz aka. Naqd pul bilan kelsa arzonroq qilib berasiz, ha? Naqd pul bilan kelsalaring arzonroq qilib beraman deyapman. Gram ham rasxod yo'q. Texnik holati yaxshi demoqsizda, to'g'rimi? Telefon nomer aytdingizmi? Yo'q. 90 nechilik? 90lik. 90lik 165 165 78 28. 78 raqamlariga chiqishaveradi. Mana akalar, qiziqqanlar uchun tayyor. Olasiz minasiz. 13 bu. 2013. Metani bor, tepasida refrigeratori bor, Hyundai Porter. 13 motorchi? 133 talik. O'zini motori, ha? Qaranglar. Rul regulovkalari bor, suv datchiklari bor, orqasida joyi boridan. Ko'rishadingizlarmi mana? Hamma yo'q bor akalar. Mana. Temir metal. Mana. Refrigerator. Bemalol meva-seva toshiyman deganlar uchun ham bor. Mana. Ko'rinishlari. Ha, YouTube'ga qo'yib. Nima sizniki? Bo'ldi-da, mana. Qaysi biri? Ha, bo'ldi, hozir o'taman. Hoji aka o'tavering. Qancha qilib beramiz? Adash? 12,5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor. Bozor endi so'rayapti, jazman bo'lgan yo'q. Jazman bo'lgan yo'q. Hozir akalar qancha qilishdi? Ya ular sheriklar. Ha, sheriklar. Nechi pul atrof chiqsin aka? Naqd puli bor. 12 mingdan o'tib beraman. 12 dan tushib berasiz. Tushib beraman. 13 yili. Metani bor. 33 talik motorda. Qaranglar akalar, refrigerator ishlaydi. Tayyor ekanda, hozir meva sezonga tayyorlab qo'ysiz-da, ha? Telefon nomeri aka. 93lik 639 0759 raqamlariga chiqarasizlar. Dokument tamommi yo'q, generalli bo'ladi. Bo'ldi hoji aka, bozoringiz bersin. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Changang so'ragan akalarimiz bo'lsa, qo'sh balonli, metani bor, tayyor texnik ruxsati bor. 99 talik motorda. Teng bo'lib, oldi ham bor akalar. Konditsioner yo'q, ha? Lekin 2 tonna, 2,5 tonna, 3 tonnagacha ko'rdim demaydi, ha? Shu bitta e'tiborlaring akalar, bitta chiroyli mo'ka, bitta poli, bitta chexol qilib olasiz, bo'ldi. Endi hoji tog'am faqat leva qilgan ekan xolos bunda. Ishlatilgan xolos mana. Motor korobkalari yaxshimi? Yaxshi, motor korobkalari yo'q. Metani bor mana. Ramasi ham qalin bo'ladi buni ham akalar. Qo'sh balon teng bo'lib akalar. Qo'sh balon bo'lgandan keyin 2,5 tonnagacha olaveradi akalar. Ramalari butun. Zadimoslarda ovoz yo'qmi? Yo'q. Zadimoslari yaxshi, ovoz yo'q. Balandligi qancha? 70 mi? 170 ham hoji tog'a. Ya balandligi. Mana. O'zingiz minganmisiz buni? Chorvaga haydaganmisiz? Ha, chorva qo'y tashigan. Qo'y, mol qo'y, tashlagan rezinkalari bor mana. Siz ham olasiz, ras chorvaga haydasangiz bo'laveradi. Dugalar ko'ryapsizlarmi? Dugalargacha qo'yib qo'yilgan. Hoji tog'a mashina qancha yurdi? 280 ming yurgan. Metanda qancha yuryapti? Ha. 250 metanda yuradi. Nech pul qilib beramiz? Narxi. Mana chaklarini ko'rlik, chaklari ham yaxshi ekan. Mana 8 ming dollar so'ralyapti, kami bor. Qancha qilishdi bozor? 6,5 ming dollar narx ko'ribdi. Oliydoqonlar bo'lsa telefon qilinglar, kelishtirib beradi. Jib ketmay qolsa ham kelishib olaverasiz, ha, hoji tog'a. Telefon nomeringiz? 94lik 554 5688 raqamlarga chiqishaveradi. Qayerdaki? Beshariqdagi. Motor, korobka, zadimos hadovoy joyida. Hurmatli. Tak, 2023-yilda ishlab chiqarilgan changamiz ham bor akalar. ABS T3 deganlar akalar. Atrofiga tunkalar qoplangan, tagiga rezinka tashib olsangiz bo'ldi. Zapaskasi, kulich bu narsalar bor. Metan qo'yib qo'yilgan, tayyor. Yakka balonlar akalar. Benzinda ham, metanda ham bemalol yuraveradi akalar. Xolasangiz metanda, xolasangiz propanda. Salonga keladigan bo'lsak, elektriskiy oynaklar ko'tarib tushirishlari, chexollari bor, poli tashalgan, konditsioner bor, rol elektron gidravlika, ABS tormozlari bor, 5 talik korobka, 1.5 motor. To'g'rimi aka? Tumankalar yonadi. Endi 2000 Kaskasi yo'q. necha deyli?
2023. 23 yil kraskasi toza akalar. 34 ming. 34 ming yurgan mashina mana. Hey, bu yo'q rasxod yo'q aka. Mana. Qo'lachog'larda qilib qo'ygan. Polikchi qo'l hamma yo'q bo'lgan akalar. Oliyda qollar telefon qilib kelishib olsangiz bo'ladi. O'zi rezinkasi bo'lgan shekilli tagida. Yo'q a? Qanchaga berasiz buni aka? Narxi 14200. 14200 dollar. Xayri bor. Kami bor. Tushib beriladi. Qanchaga bermadingiz? 12,5 ga bermadik. 12,5 ming dollar narx ko'ribdi. Sotmabdi akalar. Ma'qul kelib qolsa, kelib ko'rib, tayyor mashina, hech qanaqa rasxod yo'q ekan. Yangi balolar qo'yib qo'yilgan, zapaskasi ham turibdi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 514 514 60 12. 60 12 raqami chiqishaveradi. Dokumentda muammo yo'q a? Yo'q, yo'q. O'tkazib olaveradi. O'tkazib olaveradi. Ha, o'zim nomimda, zavodda o'zim olib chiqqanman. Bo'ldi.